Xo'sh, mana bu yerda endi mana metal bor. Metal qismi mana shu mebelimizda. Metal qismi alohida, mebel qismini alohida qilib, ikkitadan smeta sozda qilib olamiz bu yerda. Mana tablitsaga olayotganda birinchi mebel operatsiyasi qilib, ya'ni bu yerda mebel tablo va mebel operatsiyasini tanlab turib, mebel qismiga kirib sahlang qilib olamiz. Ikkinchi marta bu mebel operatsiyasini metal operatsiyasiga o'tkazib turib, mana bu yerda ham metal operatsiyasiga o'tkazib turib, metal qismini alohida qilib olamiz. Mana bu yerda metal qismi. Endi mana buni tayyor holatini saqlanib qo'ygan joyi. Ya'ni bu yerda metal operatsiyasi jami nechta tochka mana. Jami tochkalar soni hisoblaydi. Nechta tochkani hisoblagan. 20 millimetrgacha bo'lgan joy bitta anaqa. Endi bu profil, bu PP degani profil degani, PL bo'lsa profil list. Agar profilda o'zi bo'ladigan bo'lsa, profil deb hisoblaydi paginametrda. Listda ketadigan bo'lsa, profil list degan anaqa bo'ladi. Mayli PL degan yozuv chiqadi. Jami mana bolgarka, nechta bolgarka chistka qilyapti, jami chistkaga ketayotgan jami mana. Endi ugoloydi, nechta ugoloydi svarka qilyapti, usluga rezka profil, rezak, mana rezak qancha ishlayapti, nechta shtoydi rezak kesyapti, izgib qilyapti nechta mana. Hammasi parashkoviy kraskani kvadrat metrda olib hisoblagan. Usluga mana parashkoviy kraskaga necha kvadratga anaqa qilinadi mana kvadrat metrga. Xo'sh, bu yerda endi metal tablo mana. Metal tablo общий mana bu yerda mana nechta metal qismiga profil ketadi. Parashkoviy kraskani qancha kilogrammda hisoblab ketyapti. Уголок сварочный mana 4 dona. Hammasini, ya'ni spesifik furniturasini metalga oid bo'lganini hisoblab beradi. Endi buni bunday ochamizda mana bu yerda mebel qismini ochamiz. Mana. Mana utalshonka ketyapti. Utalshonka bor taglarda. Sverleniya, skvoznoy. Bu yerda mana mebelga oid bo'lgan hamma operatsiyalarni soni, radius bor. Raspil list bor mana necha kvadrat, ash bitta partaga necha kvadrat. Kromka necha metr ketgan, ash bitta kromka 35 ga 2 likdan mana necha metr ketgan. Hammasi mana hisob kitobi qilingan bo'ladi. Mana bu yerda spesifik furnituralarni spiskasi.